Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli kuzatuvchilar, barchangizga xayrli kun va xayrli oqshom tilagan holda bugun 9-may xotira va qadrlash kunida sizlar bilan yana diyorlashib ko'rishib turibmiz. Ismim Bekzodbek, Andijon viloyatidan va Andijon mebellari savdo markazidan sizlarga ushbu yumshoq mebellarimizni taqdim etmoqdaman. Albatta bu modellarimizni, ya'ni ushbu yumshoq mebellarimizni juda ham ko'pchilik yaxshi biladi desam mubolag'a bo'lmaydi. Sababi komfort modelimiz hozirgi kungacha mana 10 mingdan oshiq xonadonga kirib bordi. Shu paytgacha mana biron bir joyidan defekt yoki bir jalba eshitmadik, chunki ishimizni sifati a'lo darajada. Bu modellarimizni ham skromniy, unaqa bachkana joyi ham yo'q, juda ham chiroyli ishlangan. Oyoq qismlari yong'oq materialidan va buni ichki mexanizm, ya'ni prujinalari rossiyskiy va Xitoydan keltirilgan pampers prujinalar bo'ladi. Yog'ochlari esa sasna yog'ochdan, yonlari esa karkazlari, stoykalari dispida bo'ladi. Albatta dispidan stoyka qilingan har bitta mebel juda ham uzoq xizmat qiladi. Bularni uzoq maqtab o'tirmayman, chunki juda ko'pchilik yaxshi biladi, bilmaganlar uchun, va ushbu modelimizni materiallarini takrorlab o'tdim. Hop, komfortimiz 330 ga 230 razmerida ikkita tumbasi bilan va mana bu stoli bilan birgalikda bularimiz doimgidek, har doimgidek narxda edi, faqat hozir ozmoz narxlari tushirganmiz. Bularimiz 7 million 800 emas, 7 million 200 mingdan komplekt holatida 330 ga 230 ikkita tumba va stol bilan birgalikda ushbu modelimizni O'zbekiston bo'ylab barcha viloyatlarga, barcha shaharlarga chiqarib beramiz. 94 kodi bilan 955 15 51 raqamlariga murojaat qila olasizlar. Albatta Telegram, WhatsApp tarmoqlari ham bor. Nafaqat O'zbekiston, balki hozirgi kunda Qirg'iziston, Tojikiston respublikalariga ham chiroyli qilib jo'natib beryapmiz. So'zlarimizda ozgina nutqlarimizda kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa uzr so'raymiz. Juda ham hozir havo isib ketdi. Mana bu bizni bozorimizni ichi ham juda ham dim, muzdek suvlarni ichib, albatta sal o'zimizga kelib o'tiribmiz. Shuning uchun aybga buyurmaysizlar. Biz unaqa gapga usta emasmiz yoki bloger emasmiz. O'zimizni qilgan mahsulotlarni sizlarga yaqindan tanishtirib, ko'rsatib o'tamiz va bunga ketgan materiallari, bu ishlarimizga qilingan mehnatlarini ham alohida e'tirof etib o'tamiz. Komfortlarimizni mana bu katta modellari ham bor, ya'ni 430 ga 230 razmerlari. Stollari esa 270 ga 90 bo'ladi. 3 ta katta tumbasi bo'ladi. Bularimizni ham chiroyli qilib chiqarib beramiz. Albatta bularni 12 milliondan sotganmiz. Ushbu katta razmerdagi komfort modellarimizni hozirgi kunda esa bularimizni 9 million 800 mingdan O'zbekistonda barcha joylariga chiqarib beramiz. Juda ham hozir katta aksiya bo'layapti bizda. Narxlar albatta pasaygan va boshqa modellarimizni ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Kimga qaysi rangidan, qanaqa svetidan ma'qul kelsa, bemalol pastdagi raqamlar orqali murojaat qilsanglar bo'ladi. Bu yerda mini divanlar so'raganlar uchun mana bu yerda esa kichkina ham spanniy bo'ladigan raskladnoyli divanlarimiz ham bor. Juda ham zo'r qulaylikda yasalgan. Bularda ham bemalol 2 kishi yotsa ham bo'ladi. O'sha ixchamroq, kichikroq uylarga mo'ljallangan. Shunday tagidan chiqib keladi, spanniy bo'ladigan holatda. Kачествоsi ham juda ham a'lo. Mana bu mexanizmlari ham rossiyskiy bo'ladi. Bularimizdan ham bemalol mana bu ukamiz ham chiqib ko'ryapti. Necha kilosiz? 70 kilolik bolani mana bemalol ko'taryapti. Men o'zim ham chiqsam ko'taraveradi. Bu mexanizm ustiga bemalol 200-300 kilogacha yuk ko'taradi buni ustida. O'tirsa, yotsa juda ham baquvvatligini aytmasa ham bo'laveradi. Materiallari ham juda ham chiroyli va sifatliligidan ishlov berilgan. Xo'p, bu modellarimiz, bu raskladnoy divanlarimiz esa O'zbekistonning barcha shaharlariga chiqarib beramiz. Bemalol buyurtma bera olasizlar.
narxlariga kelib o'tsak, bularimizni narxlari 3 million 200 mingdan bemalol murojaat qila olasizlar. Dastavkalar faqat Andijon shahrini o'zidagina bepul bo'ladi. Qolgan boshqa shaharlarga, boshqa viloyatlarga dastavka xizmatlari mavjud. Keyin ko'p kanalimizda kommentariyalarda o'qib qolamiz. Bu divanlarimiz arzon 1 million, 1,5 million deyapti dedi. Bu u divandan emas, shuni takrorlab o'taman. Ularni ham ko'rsatib o'taman, lekin u narsalar bizda yo'q. Albatta har bitta mebelda har bitta narsani sifati puliga qarab belgilanadi. Shuning uchun pulidan bilib qo'ya olasizlar. Buni ko'p maqtab o'tirishim shart emas. 94 kodi bilan 955 15 51 raqamlariga bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Telegram, WhatsApp orqali buyurtma bersanglar ham bo'laveradi. Va mana bu modelimiz ham juda ham chiroyli va ko'rkam chiqqan. Razmerlari esa 2,5 ga 3,5 razmerida bo'ladi. Mana orqa qismlari ham o'zini materialida chiroyli qilib, nima deydi? Ko'ngli oq, juda ham haligi yorqin svet sevuvchilar uchun ajoyib tanlov deb o'ylayman, chunki men o'zimga ham mana shunaqa oqroq, oq svetli mebellar va ranglar juda ham yoqadi. Xo'p, bularimiz komplekt holatda ikkita tumbasi bilan va stoli bilan birgalikda 7 million 800 mingdan O'zbekistonning barcha shaharlariga chiqarib beramiz. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Albatta ushbu modelimizni dastavkasini kelishamiz. Uzoq yaqiniga qarab, agar yaqinroq joy bo'lsa, albatta dastavkasini bepul yetkazib beramiz. Oyoqlari yong'oqdan, yog'ochlari esa sasna yog'ochdan bo'ladi. Juda ham sifatli. Mana bu yaqinroqdan materiallarni ham ko'rsatib o'taman. O'tirsangiz mana materiali ham to'planib, yig'ilib qolmaydi. Juda ham pishiq va mustahkam qilib tayyorlangan ushbu modelimiz. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar aziz yurtdoshlar. Keyingilarini ham ko'rsatib o'taman. Xo'p, azizlar, bu yerda mana bu Isabel modelimiz ham mavjud. Albatta, anchadan beri ko'rsatmagan edik. Xo'p, bu modelimizni Xitoydan keltirganmiz. Hozirgi kunda o'zimizda, ya'ni Andijon viloyatida birga bir shaklda originalidan qolishmaydigan holatda ishlab chiqaryapmiz. Xo'p, bu Isabel modelimizni razmerlari 2,5 ga 3,5 bo'ladi. Mexanizmli bo'ladi. Suyanadigan qismlarni ham ko'rsatib bering bitta uka. Mana shunday tarzda spinkasi orqaga surilganda mana bu sidinasi ham keng bo'ladi va mana bu qo'llari ham mana alohida zamoglik chiqadigan bo'ladi. Qo'llari ham juda ham sifatli ishlangan. Ayniqsa buni o'tirib ko'rish sidinalari ham juda ham mustahkam. Oyoqlari ham esa chinor yong'oq materialidan yasalgan. Sifatiga esa albatta 5 yilgacha garantiya beraveramiz, xudo xolasa. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar azizlar. Xo'p, ushbu modelimizni komplekt holatda stoli va ikkita tumbasi bilan birgalikda buni kanalimda ko'p qo'yib o'tgan edim va bularning narxlari 9,5 milliondan qo'yar edim. Hozirgi kunda esa aksiya holatida bularimiz 9,5 million emas, arzonlashtirilgan holatda 8 million 300 mingdan O'zbekistonda barcha shaharlarga chiqarib beramiz. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Albatta, rasvetkalari ko'p bularimiz ham. Ushbu rangini yoqtirganlar uchun bu ranglari ham bor va mana bu rangini yoqtirganlar uchun ushbu ranglardan ham chiqarib beramiz. Albatta, manoshli seriya ranglarini hammasini qaysi biri yoqsa ma'qul kelsa buyurtma bersanglar bo'ladi. Xo'p, aziz kuzatuvchilar, bu yerda yana yangi modelimiz, mexanizmli, nomi esa status ukologimizning nomi. Juda ham ko'rkam va yangi modellarimizdan bir turi. Bu ham albatta mana bu spinkalari va qo'llari mexanizmli bo'ladi. Mana shunday tarzda kengayadi. Bemalol buni ustida yotsa ham bo'ladi, o'tirsa ham bo'ladi. Materiallari ham juda ham mana a'lo darajada sifatli materiallardan ishlangan. Xizmatiga esa garantiyalari bor. Bemalol bulardan ham buyurtma bersanglar bo'laveradi. Har xil rasvetkalari bor bularimizni ham. Komplekt stol bilan birgalikda, oyoqlari esa yong'oq
materialidan, ya'ni yong'oq daraxtidan yasalgan bo'ladi oyoq qismlari. Bu yerda mana seri rangi ham bor. Mana bu yerda esa ushbu maloshnikda yana bir och rangidan ham bor. Bulardan ham albatta o'zizga yoqqan rangda buyurtma bersangiz O'zbekistonda barcha shaharlarga chiqarib beramiz. Nafaqat O'zbekiston, balki qo'shni respublikalarga ham jo'natib beramiz kargo orqali albatta. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. 94 kodi bilan 955 1551 raqamlariga ushbu modellarimizni qaysi biri yoqqan bo'lsa buyurtma bersanglar bo'ladi. Telegram, WhatsApplarimiz albatta ushbu pastdagi nomerlarimizda mavjud. Hop, bularni narxiga kelsak, narxidan oldin razmerini aytib o'tsam, razmeri 2,5 ga 3,5 holatda bo'ladi. Ya'ni bu tomoni 3,5, bu tomoni 2,5. Buni xohlagan shaklda yuzga joylasangiz bo'ladi. Ko'pchilik qanday tushadi, qanday tushmaydi deb savol beradi. Albatta bu to'rtburchak uyga xohlagan tomoningizga o'zingizga qulay qilib joylab olsangiz bo'ladi. Xo'p, ularimizni narxlari esa stoli bilan birgalikda, ikkita tumbasi bilan birgalikda 9 million so'mdan O'zbekistonning barcha shaharlariga chiqarib beramiz. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqarasizlar. Aziz yurtdoshlar, barchangizga mana shu yergacha bizni kuzatgan kuzatuvchilarimizga kattakon minnatdorchilik bildirib qolaman. Bizni kuzatib boring, albatta bizdan yiroqlashmang. Sizlarga bundanda yangi modellarimizni taqdim etib boraman. Albatta bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qilib mebellarimizdan xarid qilishingiz mumkin. Ismim Bekzodbek, Andijon viloyatidan, Andijon mebellar savdo markazidan sizlar bilan yaqindan ushbu mebellarimizni taqdim etdim. Xudo xohlasa yana tez kunda ko'rishguncha deb qolaman. Albatta bee'tibor bo'lmaganlarni barchalariga kattakon rahmat deb qolaman. Xonadoningizni fayzi baraka arimasin. Tez kunda yana diydorlashguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like, podpiskalarni o'zinglar ayamasdan chiroyli qilib bosib qo'yasizlar degan umiddaman.